Hürmetlik vatandaşım, yukarı leksiyalarımızı sözlep öttük. Biz yakından bir oturga çıkan, yani hayt oyt degici oturga çıkan Amerika Koşmuş Ştatlarının endi Tinç Okyanı stratejisini tanıştırıp öttük. Ondan denki yılı bu katım 18. günü Amerika Koşmuş Ştatları Washington'da Aksaray'da ilan kılıngan Amerika Koşmuş Ştatları devlet bir xatarligi stratejisini hem bir şahsının yazgan makalesi bilen tanıştırıp öttük. Endi bir yerde Tinç Okyan, yani Asya Tinç Okyan degen hukum emelden kalıp, onun orna hazır yeniden Prezident Trump hükümeti endi Tinç Okyan degen siyasetini, stratejik siyasetini oturga gelip çıktı. Hazır qaraganda Cöngünü Asiyada bir tarafga qayırıp koyup, Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti Hindistan, Janubiy Asiyadagi Hindistan bilan bo'lgan munosabatni o'rnatish, hamkorlik munosabat tiklash jarayoniga kirdi. Endi stratejik siyasetning ismi bilan so'zlashsak yoki ismi bilan elishadigan, tanishadigan bo'lsak, qarab baqaylik vatandoshim bu tarixga 20. asrning 40-cı yıllarda, yoki 1935-yillardan boshlab hisoblaganda Amerikaning stratejik siyosiy ikki yo'l bilan minib keldi. Biri Yevropa qaratgan stratejik siyaset bo'lib, bu urush davrida. Ikkinchisi Asiya Tinch Okyan hukumatidagi Asiya qaratgan stratejik siyaset. İki yol bilan minib keldi. Ta ki hozirgacha Asiya Tinch Okyan stratejisi yoki Asiya Tinch Okyan degan hukum bu yil 11-oyning 8-kunigacha davomlashib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Asiyada Tinch Okyan urushi qatnashdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropada Germaniya faşizmiga qarshi urushga qatnashdi. Belki her iki urush meydanı urushning g'albisini qo'lga keltirdi. Şu vaqtda, mesela alaylı 1941-yili 12-oyning 7-kunida Yaponiya Pearl Harborga hujum qildi. Amerikaning havo armiya va dengiz armiya bazasi Pearl Harborga hujum qildi. Şuningga diqqat qilinki, bu hujumning dunyoviy ta'siri qanday bo'ldi? Mesela alayla şu vaqtda Angliyaga vazir bo'lib turgan vazir Churchill Amerika Qo'shma Shtatlarining Pearl Harbor portiga Yaponiya havo armiyasi hujum qildi degan xabarni anglaganda Churchill o'ngrab yig'lab ketdi. O yig'lab, qangacha yig'lab to'xtagandan keyin nima dedi? Endi Amerika Qo'shma Shtatlari kelib bizni qutuldirdi ekan dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari bizni qutuldirdi dedi. Bir davlat arbobi, bir davlatning vaziri bo'lib turgan Churchill shunday dedi. Dal shu vaqtda 12-oyning 7-kuni 1941-yili Yaponiya Pearl Harborga hujum qildi degan so'zni anglaganda Jiang Jieshi, Kuomintangning Vivan Jiang Jieshi nima dedi? Qo'lini kayniga tutib, ishxonasida u yoqqa bu yoqqa mengib etib, xo'sh bo'lib turib dediki, endi Amerika Qo'shma Shtatlari bizga yordam berdi. Bizni qutqizdi, Junguni qutqizdi, Junguni urush ofisidan qutqizdi dedi. Jiang Jieshi xo'sh bo'ldi. 1941-yili 12-oyning 7-kuni Yaponiyaning havo armiyasi Pearl Harborga hujum qilganda, shu vaqtda Hitler Germaniyasi yoki Hitler davlat boshlig'i, Germaniyaning boshlig'i Hitler nima dedi? Döt. Kalva döt cho'shqila dedi. Hitler shu vaqtda nima dedi? Dötlar. Kalva cho'shqila dedi. Oxirgi bir jumla so'z jim yotgan Amerikani urushga so'rab kirdi. Neticede urushdan keyingi g'albisi, urushdan keyingi davomi, mesela Yevropadagi urushning g'albisi Amerika Qo'shma Shtatlarining askari chiqarishi, urushga qatnashishi bilan yakunlashdi. Asiya Tinch Okyan rayidagi urushning g'albisi Amerika Qo'shma Shtatlarining askari chiqarishi, urushga aralishishi bilan qatnashdi, oxirlashdi. Lekin bu jarayonda 4 qatim xalqaro yig'in chaqirildi. Kahire yığını, Tehran yığını, Yalt yığını,
Potsdam жыгыны deydigan жыгылlar çakırıldı. Şunun içinde biz qarap bakaylı ki 6 жыгыны 1945-yıl 2. ayının 11. günden 14. gün çakırılgan жыгын. Bu жыгынның asaslıq məqsidi Yaponiya, Irak şəhəri Yaponiyanı təslim qilish. Bunun üçün sabıq Sovetlərini uruş qilib görüş. Bunun üçün Cungunun uruş meydanına ega buluş ve Cungunu Rusiyanı ittifaqlaştırıp ittifaqlaş devletlərinin oturuq çıxırış. Şu vaqtgacha hazırlıqqa torbetdiki tarixiy xabarlarga asoslanğanda vatandaşım Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaga şunğuchi bo'lgan orliqda 2 atom bombasidan avval 2 atom bombasini tashlashdan avval 300 ming qatam aeroplan hujumi qo'zg'adi. Demek 300 ming aeroplan, harbiy kurashchi aeroplan bilan Yaponiyaga hujum qildi. Lekin Yaponiya yanala cem yoki taslim bo'lishdan darak yo'q. Avustraliyaning qaysi bir vazirining so'zi bilan aytganda Yaponiya, ya'ni qaysarlik bilan jang qilib o'tadi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari davomli urush qilaveradigan bo'lsa, masalan Rossiyadek, Angliyadek davlatlarni ittifoqlashishga chaqirmaydigan bo'lsa, shu vaqtdagi urushning oxirgi natijasida Amerikaning 500 ming kishilik harbiy qo'shini talafot tortgan bo'lishi mumkin. Tarixchilarning gap. Endi kelaylik 2015-yil Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Obamaning davlat ishlar kotibi John Kerry Yaponiyaga berib, dal shu urush Yapon armiyasi bilan Amerika armiyasi dahshatlik ilishgan bir orolga, o orolning ismi esimdan chiqib qoldi, kechiringlar, orolga berib, gulchambarak qo'ydi. Şu urushda qazo qilgan harbiy odamlar gulchambarak qo'ydi. Mana biz o'g'alvolchilik deymiz, Rais Shi Jinping anglab qo'yingchi-ma. Mana o'g'alvolchilik deymiz. Endilikda şu strategiya, Asiya stratejisi, Asiya Tinch okeani stratejisi ve başka stratejik siyasatlarning hammasi oxirlashib 2017-yili 11 ayının 8. günü kelganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Asiyaga, yani biz shundaq deb turaylik, Asiya qaratgan stratejik siyosati endi Tinch okean siyosati bo'lib sifatlandi, e'lon qilindi. Bu yıl 8. ayının 21. gün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump O'rta Asiya, ya Afg'onistonning strategiyasini, Janubiy Osiyo strategiyasini e'lon qildi. Bugün qaraymizki, başta sizlarga so'zlagan leksiyalada bu yerda Hindiston, Janubiy Osiyo muhim o'rinda turib keldi. Yani qaraymizki, yaqinda 11. ayının 12. ayının 6. günü Prezident Trump dedi ki, Yerusalim İsrail'nin poytaxti. Amerika Qo'shma Shtatlari baş elçini Yerusalim götkeş kerak. Bu O'rta Sharqda g'avg'o qo'zg'adi, davolg'ish qo'zg'adi. Dal shu vaqtda fursatdan foydalangan Jungo hukumati qanday qildi? Masalan, Falastin ozodlik tashkilotining boshlig'i Abbos Afandi dediki, biz bu qatim endi Isroiliya bilan Falastinni yarashtirishda Amerikani yarashtirish taklif qilmaymiz. Fursatdan foydalangan Jungolik Isroiliyaning suhbat vakillari bilan Falastinning suhbat vakillarini Beijingga chaqirib, Beijingda yig'in ochdi. Men aytman ki sizlarga taxi bu atigan Jungolik afandilar. Sizlarga bundaq yarashtirish, xalqaro ishlarga bu darajada aralashish, men shunday o'ylaymanki, sizlarga taxi atigan. Uningdagi yana nima ish yuz berdi? Masalan, alayli 12 ayning 26 kuni Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Beijingda Afg'oniston, Pokiston, Jungo 3 davlat diplomatlarining yig'inini chaqirdi. Hatta Afg'oniston bilan Pokistonga 57 milliard dollardan ortiq pul berdiganligiga qasam qildi. Mesele bu derecede emas. Meselenin kaynida yana mesele bor. Hurmatli Wang Yi apandi. Sizden buran Jungo Davlat Mahkemesining a'zosi Yang Jiechi apandi Hindistonda ziyorat qildi. Hindiston ziyarati deyildiki, Hindiston bilan Jungoning o'rtasidagi chegarada muqimlikni va tinchlikni saqlash. Ayni vaqtda 8 ayning 11 ayning 30 kuni 11 ayning 30 kuni sobiq prezident Obama
Beijingni, Hindiston'ni ziyorat qildi. O'xshashlar chegaraning tinchligini ta'kidladi. Bu qatim yangicha berib Hindistonga Modi bilan ko'rishdi. O'xshashlar. Dual apandi bilan ko'rishdi Hindistonning yuqori darajalik amaldori. O'xshashlar. Jungo Hindiston chegarasining tinchligi, muqimligini ta'kidladi. Endilikda Wang Yi apandi Beijingda ochgan 3 davlat yig'ini, 3 davlat diplomatlarining yig'inimi tinchlikni, muqimlikni ta'kidladi. Maqola boshdan oxiri o'zining quruq gaplari va yoki ho'l gaplarini so'zlab bo'lgandan keyin eng oxirgi bir jumlada nima dedi? Xinjiangning atrofidagi vaziyatni ko'zda tutish. Demak, bu yerda bo'layotgan ish nima? Biz yaqinda sizlarga so'zildi, hurmatli vatandoshim. Dalay Lama qaytamdi. Dalay Lama dedi, men Xasan qaytaman, vatanimga qaytaman dedi. 11-ayning 23-kunida Dalay Lamaning hukumatda rais bo'lib turgan bir nafar amaldori, sobiq amaldori Kunming shahar Jungo hukumatining yuqori darajalik amaldori bilan ko'rishdi dedi. Shunday bo'ldi. Hozir Dalay Lama Tibet masalasi hal qilinadigan davrga kirganda albatta Xinjiangning vaziyati, mustamlika Uyg'uristonning vaziyati, Xitoy o'ylaydigan va Xitoy diqqat qiladigan vaziyat. Bu yerda shunday logikalik bog'lanish borki, Tibetning masalasini hal qilib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, ya'ni Uyg'uristonning masalasini tashlab qo'yish bu ham xiyolga barobar. Demek siz Tibet meselesini hal qildi ekansiz, o vaqt Xinjiang meselesi, Uyg'uriston meselesini ham hal qilasiz. Şuna evvel bu devletler etrafıda, mesela Tibet'in etrafıda Hindiston bilan Jungo o'rtasidagi chegaradagi muqimlik tinchlikni amalga oshirish. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni, mustamlika Uyg'uristonning atrofidagi Afg'oniston, Pokiston qatorliq davlatlar bilan tinchlikni, muqimlikni ishga oshirish. Hurmatli Wang Yi apandi, men sizga shuni aytayki, Uyg'urlarning ne Pokistonlik, ne Afg'onistonlik bilan tarixiy berish kelishi bo'lgan emas. Pamir tog'lari, bu tog'lik qulaysizlik, umaysizlik, bu chegaralarni o'tib, yoki Afg'onistonlikning, yoki Uyg'urlarning Afg'onistonga yoki bu rayonlarga savdo tijorat bilan berishni tarixda hech yerda uchratib bo'lmaydi. Demak, aloqa yo'q. Şunu sizin Pakistan'a tayinishingiz, Afg'onistonga tayinishingiz orqali bu rayondagi tinchlikni, muqimlikni ishga oshiramiz deyishingiz, buning o'zi bir kuch. Undan ko'ra Uyg'ur xalqining o'ziga e'tibor bering. Uyg'ur xalqining o'ziga ko'ngil bering. Uyg'ur xalqini o'ziga tarbiyalatgizib, Uyg'ur xalqini qo'yib bering. Tinchlik bilan hal qilish masalasini Uyg'ur xalqi o'zi hal qiladi. Lekin siz hozir yuqoridan tuvangacha Uyg'urning barliq arboblarini ne yazgıçları kalmadı, ya dini akabirleri kalmadı, ya ki farzand ballarımız kalmadı. Hemmini kolga aldınız. Bu mesele hal kılış